Assalomu alaykum akalar, yaqinlar. Xudo xolisa bugungi montajimiz Oltinko'lda Santorian oldidagi Reis akamning uylarida. Akamizga Xudo xolisa yangi uy qurganlar ekan. Chiroyli qilib romlarini, eshiklarini, polnisi tashqi fasadlarini akfa romlari bilan, chempion ishlar bilan chiroyli bitkazib berdik. Xo'p, ko'ch tomondagi romlariga 6,5 ming penta antriz ranglaridan foydalanganmiz. Shatlankalari bilan forchkalarga shatlanka qo'yib yubordik. Xo'p, bu tomonlarimizga ham xuddi shu fasonda bo'ldi. Uyimiz katta bo'lganicha o'rtasini ochish qildik, ikki chekkasini gulxo'y qildik. Xudo xolisa ikki chekkasiga gullarni qo'yib qo'ysa, juda ham chiroyli atmosfera bo'ladi. Xo'p, vada sliflari bilan forchkalargacha vada sliflari bilan chiroyli qilib bitkazib berdik. Xo'p, shatlankalar ko'rishingiz mumkin. Shatlankalar liniyasini ham yonida romiga bir xil qilib sifat qilib bitkazib berdik. Endi ichkari tomonni ko'ramiz, xudo xolisa. Ichkari tomonimizda xuddi shunaqa 3 talik romimiz, yonida chempion eshigimiz va arqa tomonida penta oq romlarimiz bor. Xo'p. Ichkari tomonning ko'rinishlari. Xo'p, bu tomonimizga xuddi shu narsadan foydalanganmiz, ya'ni shatlanka liniyasini ham romni liniyasiga bir xil qilib o'tkazib yuborganmiz va eshiklarimizga chempion eshiklardan foydalandik. Chempion eshiklarimizga aksessuar rezinkalari, hamma yo'qlari termonik tushadi. Oshmoshlarigacha, ruchkalarigacha, atvetni, zatsepka, rezinka, shpingaliklarigacha termonik tushadi va yopilishlari. Tepa ko'tarsa qulflanadi. Shatlankalarning liniyalarini to'g'rilab berganmiz va ichkari tomondan ham o'ta sifat qilib ishlaganmiz. Nimaga? Ko'rishingiz mumkin, patagonlikni uzmasdan cho'tki qilib bitta seli qo'yib bitkazib berganmiz. Xo'p, bunimizda romimiz o'ng taraf двойной mexanizm, chap tarafi oddiy. Arqa tomondagi romlariga penta oqlaridan foydalandik. Oddiy qilib padagonliklari bilan uni qo'yishimiz rosa qiyin bo'ldi, sababi padralni ko'ryapsizlar, chuqurligini. Ertalab yo'lda kechgacha xudo xolasa amalladik. Bu tomonlarimiz rosa chuqur. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, derazaga murojaat qilasizlar. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammaga rahmat. Forchkalarigacha padagonlik qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Padagonligimiz ham 45 lik. Padagonlik kirishkalarigacha forchkalarimizni maka sistema qilib berganmiz, ya'ni qaycha deydi. Ko'pchilik forchkalarga o'sha aytganimizdek qimmat ruchkalarni qo'yib berdik.